Toshkent kimyo xalqaro universitetining yo'l harakatini boshqarish yo'nalishi talabalari uchun ajoyib imkoniyat. Ushbu laboratoriya qurilmamiz yo'l transport hodisalari, tirbandliklarni oldini olish uchun svetoforlarni boshqarishimiz uchun juda ham kerakli va transport oqimlarini elektron video orqali sanash imkonini beradi. Kompyuter dasturi bo'lib, nomi PTVism va mavjud yo'llardagi tirbandliklarni hal qilish uchun yechimlarni sinab ko'rish imkonini beradi. Ayni ushbu laboratoriyamiz barqaror transport yechimlarini ishlab chiqishda juda ham qo'l keladi. Sababi bu ayni kunda dolzarb bo'lgan ekologik muammolarga yechim sifatida PM2.5, PM10 zaharli gazlarni o'lchash va ovoz ifloslanishlarini, havo ifloslanishlarini o'lchash imkonini beruvchi qurilma hisoblanadi. Transport vositalariga o'rnatilib, tezlanish va sekinlanish reaksiyalari va tezlanishlarni o'lchash va yo'l transport hodisalariga ta'sir etuvchi omillarni o'rganish imkonini beradi. Transport vositalarining tezligini va chorrahalardagi tirbandlikka sabab bo'layotgan tezliklarni demak o'rganish imkonini beradi. Navbatdagi uskunamiz bu haydovchining reaksiyasini aniqlash va trenirovka qilish uchun mo'ljallangan testerimiz. Shu tester yordamida biz haydovchining har xil vaziyatlarida qanaqa qilib reaksiyasi ishlayotganini o'rganamiz. Hamda oxirida biz natijani olamiz. Shu joydan o'quvchimiz necha sekundda obyektini ko'rib, gazdan oyoqni olib, tormoz bosishini vaqtini aniqlab, umumiy reaksiya vaqtini aniqlashimiz mumkin. Chap qo'lda mashina yo'qmi? Bokovoyni tekshirib, sekin yo'lni boshlaymiz. Bugungi kunda yangi zamonaviy uslubda haydovchilarni tayyorlash metodologiyasini o'rgatamiz. Shuning uchun yangi laboratoriya oborudoniyada biz foydalanib, haydovchilarga iloji boricha qiziqarliroq fanlarni o'tkazishga harakat qilamiz.